Boy otam aytardi, moliyaviy mustaqillik yo'lida qo'rquv va shubhadan tashqari yana ikkita yashirin to'siq bor. Bular dangasalik va kibr. Dangasalik haqida gap ketganda ko'pchilik divanda yotib televizor ko'radigan odamlarni tasavvur qiladi. Lekin boy otamning fikricha, eng xavfli dangasalik bu doimiy bandlikdir. Hammamiz hayotda doim nimalar bilandir band bo'lgan odamlarni bilamiz. Ular ertalabdan kechgacha ishlaydi. Oila, ish, bolalar deydi. Nega ular shunchalik band? Chunki ular o'zlarining haqiqiy moliyaviy muammolariga yuzlanishdan qochishadi. Ular o'z pullari, aktivlari va kelajagi ustida ishlash uchun vaqtim yo'q deb bahona qilishadi. Ularning doimiy bandligi aslida dangasalikning eng keng tarqalgan turidir. Xo'sh, bu dangasalikni qanday yengish mumkin? Boy otamning bunga javobi g'alati edi. Bir oz ochko'zlik bilan derdi u. Kichik miqdordagi ochko'zlik insonga motivatsiya beradi. Bunga pulim yetmaydi deyish o'rniga, buni qanday qilib sotib olishim mumkin deb o'zingizga savol bering. Qanday qilib degan savol miyangizni ishga tushiradi, dangasalikni quvib yuboradi va yangi yo'llarni qidirishga majbur qiladi. Navbatdagi to'siq bu kibr. Boy otam aytardi, kibr bu sening egong va bilimsizliging yig'indisidir. Men bilgan narsalarim menga pul keltiradi. Men bilmagan narsalarim esa pulimni yo'qotishimga sabab bo'ladi. Ko'p odamlar o'zlarining bilimsizligini kibr bilan yopishga harakat qilishadi. Ular biror moliyaviy masala bo'yicha tushunchaga ega bo'lmasa, bu unchalik muhim emas deb o'zlarini ishontirishadi. Agar siz biror sohada o'zingizni bilimsiz deb hisoblasangiz, aslo kibr qilmang. Darhol o'sha soha mutaxassisini toping yoki shu haqida kitob o'qing. Kibr sizni faqat kambag'allikka yetaklaydi. Shunday qilib, biz moliyaviy yo'limizdagi 4 ta asosiy to'siqni ko'rib chiqdik. Ular qo'rquv, shubha, dangasalik va kibr. Keyingi qismda biz ushbu to'siqlarni yengib, moliyaviy erkinlik sari tashlanadigan 10 ta aniq qadam haqida gaplashamiz. O'zgarishga tayyormisiz? Biz bilan qoling.